Bitta nimada Kogon voqeasi bo'lgan, esingizda bo'lsa, harbiy sklad yongan. Portlash bo'lgan. Afsuski, u axborot xurujida bizga nisbatan biz yutdik deb ayta olmayman, chunki biz operativlikni ta'minlolmaganmiz. O'sha kuniyoq masalan odamlar sotovisiga olib chiqarib yuborgan. Moskva uni maza qilib chaynagan. Hamma kanallarda NTV ham qolmadi, Первый kanal ham qolmadi, hammasi aylantirgan, mazza qilishgan. Xullas biz ertasi kuni bordik, hayot tinch ekanligini syomka qildik, vokzal boshqa. Lekin bir kun keyin ketdi-da. Ya'ni krizisli situatsiyada PRda bilasiz 24 soat qoidasi bor. Biza masalan birinchi bo'lib bermaganimiz biz katta xatomiz bo'lgan. Lekin o'sha yoqqa topshiriq berib jo'natayotganlarida bitta gaplari hali ham esimdan chiqmaydi. Eplolmasang boshing ketadi deganlar. Voy, bilay. To'g'risi hamda. Nimani eplash kerak? Yo'q, endi o'shani qaytadan ko'rsatish kerak-da, chiroyli qilib. Endi efirga ketgan, taxminan bir 15-20 minutlik alohida ko'rsatuv qilganmiz Kogon voqealari to'g'risida. Endi deyarli ko'nglim to'lgan deb aytsam bo'ladi, chunki hamma vazirlar, o'sha paytdagi bosh vazirimiz hammasi o'sha yerda syomkaga yordam berishgan menga. Efirga ketdik ham, lekin vaqt manasida yutqizganmiz va bilasiz, negativ axborot tezroq tarqaladi va u odamlarda ong ostida shakllanib qoladi-da. Uni qo'porib olib tasha olmaysiz. Nimaga shuni ertachiroq qila olmadi? Sabab? Endi sabab biz hali ishonmadik, ham biz Toshkentdamiz, voqea u yoqda bo'lyapti. Demak, o'sha joyni o'zidan tashkil qilishimiz kerak edi-da. Chunki hozirgacha ham masalan men ko'p aytaman, hozirgi treninglarda ham jim turish nima emas-da, yechim emas. Yechim emas, to'g'ri. Hech bo'lmaganda voqeadan xabarimiz bor, o'rganilyapti degan birinchi bayonotni 1 soatda ichida berish kerak. Qolganini hech bo'lmaganda, qolganini shuni qilmabsiz-da o'sha. Endi o'sha paytda xomligimizda shu. Boya Islom aka oldidan chiqqandan shuni kabinetda bir berib yuborish kerak. Ha, shunday o'sha paytda vaqtdan yutqizganimiz bo'lgan. Juda qattiq gapda, endi голову снесу degan gapda endi. Boshing ketadi degan gap.